Assalomu alaykum vatandaşlar. Mustaqillik yo'lida izlanish programmamizning 77 soniga xush keldinglar. Bugun biz 5-iyul Urumchi qirg'inchiligini eslash va harakatga chaqiriq degan temada hukumatimizningki Tashqi ishlar va bexatarlik ministri Salih Xudoyor apandimni suhbatimizga taklif qildik. Suhbatimizga xush keldingiz Salih Xudoyor apandam. Xush bulduk, rahmet. Rahmat. 5-iyul Urumchi qirg'inchiligi to'g'risini deganda qatliamiga 16 yil bo'ldi. Oldimizda 5-iyul namoyishimiz turibdi. Endi bu bugungi temamizning o'zimi harakatga chaqiriq. Harakatga chaqiriq bo'lgan ekan biz gapni jiq qilmayli. Salih Xudoyor apandimga savoldan boshlaylik. Bu 5-iyul Urumchi qirg'inchiligining sababi 26-iyun Sho'gandagi Uyg'ur ishchilarini qurshab urib o'ldirish voqeasidan. Amaliyotda bu bir terrorlik voqeasi, haqiqiy terrorlik. Endi mush voqeadan siz nimani ko'rdingiz? Ya'ni Xitoy millatchiligining qaysi yuzini ko'rdingiz? Marhamat. Yani Xitay milletçilikininki davamlık, yani 100 yılının yazı Şarkı Türkistan halkı körüvatkan opmoqşaş. Yani neçe min yılının yazı ecdatlarımız bizge agalandırıp bizge nisat kaldığan opmoqşaş yüzünü görüyoruz. Yani Xitay'nın hakiki yüzü. Xitay'la bu yerdeki qarindoshlarımızın qatl qilish hikoyasininki, ya'ni aq jarayonini deb o'tsek, Xitoylar 2000-yillarda, hatto 90-yillarning oyig'idan Sharq Turkistondan asta-asta xalqimizni yo'tkab tarqitib o'tish planini o'tirib qo'yapti. Va shuningdek 2005-yillardan Qashqa Sharq Turkistonning Qashqa viloyati tarafidan 500 mingdan ortiq odamni yo'tkab ketganligini shu vaqtlarda xabar qilgan. Yani bo'libmi yosh xonim qizlarimizni 15 yoshdan yuqorilarni ishlab birimiz ichkirda Xitoyda, ya'ni Xitoyning ichki o'lkalarida ishlab birimizda bularni asta-asta yo'tkashga boshladi. Amaliyotda ularni u yerda ish emas, shu gün kadar davamlaşıyotgan bu emgeklerining bir qismi yalg'izlam xonim qizlarimiz emas, yosh erlarimizni bu yerga ketib bordi. Va 2009 jarayonida shu Shagwandagi bir o'yinchiq zavodida necha yuz, balkim necha ming deyilishi mumkin Sharq Turkistonliklar Uyg'ur qarindoshlarimizni shu yerga, shu zavodga yo'tkabdi ekan. Shu jarayonlarda undan burun bo'lishi mumkin. Ammo shundan o'tirg'i chiqdi bu masala. Albatta buning oq ko'rinishini azroq tahlil qilsak, bu yerda bu Xitoylar bu chiqargan masalan Xitoy nimadan boshlandi dedi. Shunda bir so'zchak tatibdi Uyg'urlar Xitoy birisiga bir qizvalga bosqinchilik qildi yoki tajovuzchilik qilishga urindi degan yolg'on narsani tarqitish boshladi. Keyin Xitoy hukumatimiz o'zimiz chiqdi bu asossiz yolg'on narsa bir Xitoy ishlamchi ishdan haydalib o'tib shu Uyg'urlarga o'chalish uchun nim qilish uchun qo'yilib Uyg'urlar mening ishimni tatib oldi deb shunda qilganti, shunda so'z cho'chakni tarqatganti deb. Ammo buningda shu misal nim qilsak, buningda shu Xitoy filalliq istixborotininki epag'an o'ynadek turadi. Chunki anda bana qilib, undan keyin birdamdillam necha ming Xitoy shu Urumchidan ko'rdik ya, ilqinda kaltekli bilan, temir tayoqlar bilan nimasi bor, jingnisi bor, sanjilib turadigan tikellari bor tayoqlar bilan. Buni nadan topadi? Shu Xitoy askarlari, saqchilarining kelqi namoyish yoki to'planni bostirish uchun faoliyat ishlatadigan asboblar. Buni shu Xitoy o'zlari planlab shundan qilgandek turdi. Va necha ming Uyg'urlarningki
hatta neçe yüzü öldürüldü dep anlandık bu. Mesela YouTube'da öz vaqtida çıkadı. Hani onu uğurlu çıkamıdı. Xitaylı özleri çıkadı şu YouTube'ga, şu videonu. Videonu YouTube'ga şu vaqtda özleri çıkarıp ve şu YouTube'da azırımı bir günmü var bu videolar. Bir neçe Xitaylı'nı ko'rsam men manchilik 20 neçe Uygur'unu men yalğız üzem ötdädim dep paxırlanıp gitdi ya. Başkalar men manchilikni nim qildim dep. Xitay ameliyatı yalğanlık bilen 2 tal 3 tal Uygur öldürüldü, kağalları yaralandı, akçıköç dep anda yapıdı. Ve u yerda Xitayning bazı videolarini nimsi qarasanglar saqçısı bolmasymı, qoğdumçylary bar o fabrikaning security'leri. Turup turuglyk bu yerda qarap bir bolanda hatta Xitaylyk içip bergenlimi şu. Xitay kastan bunu epdi. Ve kastan bunu ep bolgandan keyin Şarkı Türkistan'da bu YouTube'lığa nimelik koyulgandan keyin Şarkı Türkistan'ın içinde bu hali nafrat kozgadı halkımız arasında. Nafrat kozgaş bilen namayış kılış uyuşturuldu. Ama onun gibi yani şu oylasak Xitay xuddi şu nimini buşunda senaryonu şekillendiriş için bizi uydurup çıkkandık bir işler var. Çünkü Xitay allıburun Ürümçininki sırtlılarga, başka şəhərlininki, Şərqi Türkistan'daki meyli Qaşqa bolsun, Aqsuulu bolsun, atraplarga askerlerini toplap bulaşıp başlandı. Yani o namayışının bulğanlıqdan aldığından xəbəri var. Ve namayış partlandı. Ne kadar halkımız bunu tinçlik etbirimizde tırışkan taqdırdı mı? Şu Xitaylıninki istihbaratınınki nimelleri oturuq çıkıp adamları o tinçlik namayışını şu Xitayninki qattiq bastırışıga bana izler bolgan mesela taş etiş bolsun meyli köçüdeki ketip atkan nimelini uruş bolsun, çıkış bolsun Xitayninki şu istihbaratınınki adamları bu şunda işlerini yapıp anandaki Xitayga qattiq bastırışıga, kırgınçılık kılışıga nime deyimiz bana tepede. Şunun bilen bu Şavgan'da başlandı ama o Şavgan u yerdeki Uygurların kip kılışını yani şu Xitay üzek geldi. Mecburi bir gün mu azır halkımızın mecburi emgek bilen neçe 100 bin hatta milyondan aşkan kırandaşlarımızdan kitip oldu. Eğer 2005 yılda Xitayning özünün qilgan dokladida 500 ming nak ketdik degan bolsa, bugün kadar neçe milyon nak ketip oldu. Ve bir kısımlarını şu qul qilib ishlatyapti, yan bir kısımlarını organlarını sökeş üçün öldürüyordu, yan bir kısımlarını Allah bilir meyli ulanınki doğrular üçün yoki kimyalik uruş nimeler üçün sınak kılıvatkan buluşu mümkün. Çünkü bu Xitay allı veren bunu bizning kitaplarda yazıvatıdı ya. Askeri kitaplarda biz manda tecrübelerini hep pravatımız, manda nim kılıvatımız. Xitayning düşmanları karşı ırkı nispeten yokutuş şu kurallarını yasavatımızda. Xitayning düşmanları kim? Şarkı Türkistan halkı. Ang birinci düşmanı. Muşunda başlandı. En Ürümçi kırgınçılıkka yol açıldı bunun bilen. Bu Şavgan'daki kırgınçılıktan ki şu Facebook, YouTube'da bu taqıtılgandan keyin şu vaqtda o çağılda YouTube'la taqıtılmagan teqi. Hatta şu Ürümçi Şavgan'daki kırgınçılıkni keyin Ürümçi kırgınçılıkni bana qilib şu bütün hammasini şu vaqtda Çetelninki YouTube, Facebook bunu şu vaqtda taqdim etdi. Rahmat. O Xitayninki bu yerdeki emniyette 5000'dan artıq şu zavodtaki Xitay işçisi Uygurlarni arga elib elib amaliyotda o'lgichi bo'lgan, o'ltagan. Saqaganlar az, bu yerda o'lganning sonini 2-3 deb Xitoyning og'ini butunlay yolg'on xato. Hem buningdan biz Xitoydagi amaliyot demak necha yüz Uyg'urni bular ojizlarni Uyg'urlar bu yerda musafir
Bu endi Xitoy aşağıdaki bu Xitoy xalqining psixikasini bir ko'rib baksak oldu. Bu bizde davamlı bizim vatanning sirtida musofirchilik inqilab qilganda Xitoy kommunistlar qarshi turamiz, Xitoy xalqi bilan birlashimiz deydigan bir xil shuar bor. Endi Xitoylar amaliyotda o'zining xalqini o'zining irodasiga qanday bo'ysundirib, qanday tarbiyalab chiqqanini Shogun voqeasidan ko'rsakli bo'ladi. Masalan, 5000 Xitoy xalqi o'ziga o'xshash bir insonni qanday qilib ashta o'ltirib o'talaydi. Ularda qanday hissashlik tuyg'usi uyg'onmadi? Bu insonlik sig'amdi. Buni g'ariblik tushun demak bak tas. Uni u nuqtadan qarmaydi, lekin bu amaliyot. Mushuna chiqdi. Xitoylar o'zining suiqasdi, o'zining maqsadi uchun o'zining adamini ashta tarbiyalab chiqdi. Bu necha ming yillardan beri shunday qarilib ketdi. Agar Xitoylar Uyg'urlarni u yerga o'zining maqsadi uchun ishiltish uchun oladi, ammo tashviqotida bu Uyg'urlar unda yovuz, bunda yavoyi deb tashviq qilish orqali ham ashta istixborot o'yini bilan xalqqa qanday ko'rsatib, ashuna Shogandagi bir o'yinni o'ynab chiqdi. Uningdan hukumatning qiyg'inli ko'rishdan sirt xalqidagi psixikasini, Xitoy xalqidagi millatchilikni, Xitoy umumiy bu to'plamdagi inson huquqidek bir xil yovuzlikni ko'rib olish mumkin. Chunki u hech qanday gunohsiz odamlarni o'ldirish degan bu odatdagi xalqning qo'ldan keladigan ish emas. Bu amaliyotda bizga cho'ng darslik bo'lgan bir voqea Shogun voqeasi. Endi 2009-yili 5-yil Urumchi qirg'inchiligining namoyish sababidan bo'lgan deb qaramsiz yoki bu bir xil boshdan oxir bir suiqasdmi? Boya ozroq javob berdingiz buni. Ya bunun başdan oxir suiqasd. Chunki Xitoyga bana kerak. Daim biznes bastırış qilish uchun bir banani o'tirib qo'yish kerak. Masalan, bu Shogandagi qirg'inchilik xalqimizning nafratini qo'zg'ash uchun, adolat tuyg'usini qo'zg'ash uchun epirilgan narsa. Agar Xitoy uni bastırayman, xabarsiz qilayman desa, yapasillam, internetga chiqamisillam, ish tugaydi. Bir shaharda yan bir shaharda nim bo'layotganligini bilmaydigan vaziyatda yashayapmiz-ku bir Sharq Turkistonning nimada. Bir shaharni tutdilam qirib esimi, yana bir shahar u yer nim bo'lganligini bilmaydigan ahvolda. Chunki Xitoyniki kontrol sistemi shunda. Ammo bu yerda shu xalqimizni anda nafratini qo'zg'ash uchun va adolat tuyg'usini qo'zg'ash uchun o'tirib chiqargan qirg'inchilik Shogandagi. Keyin bu Sharq Turkistondagi, chunki yolg'izlam Urumchidan bo'lmadi bu qirg'inchilik. Masalan, shu vaqtdagi chet elliklarningki, keyin chet elliklar shu Sharq Turkiston shu jarayonda bo'lgan chet elliklar bu vaqtda yozdi. Aslida bizningki aqtashlik kitobimizda bu vaqtda nurg'un narsalar bor. Sharq Turkistonning boshqa qismlarida, mayli Qashqarda bo'lsin, mayli Aqsuda bo'lsin, boshqa yerdami xalqimiz qo'zg'aldi. Hammadan biladiğini Urumchidagi qirg'inchilik. Chunki Urumchida televizorda, nimalarda az bo'lsa-mu, g'arbningki medialari qirg'inchilik bo'lib bo'lgandan keyingi namoyishlarni, ayollarning namoyishlarini o'tirib qo'ydi ya. Az bo'lsa-mu video orqali o'tirib qo'yildi. Ve Xitoymi yalg'onlik o'zi Xitoylarni qirib etdi, bu Uyg'urlar namoyishchilar anda qilib etdi, manda qilib etdi deb rang bo'yib olgan Xitoylarni nim qilib yalg'onlik nim qilib bizni manda qilib etdi deb u yollarni o'yindi-ku ko'rinish uchun. Amaliyotda Xitoyga bu bizningki Sharq Turkistondagi bulayotgan ishlarni bir ko'zdan kechirib chiqsak, 49-yildan keyin tatip Xitoy kommunistlarning Sharq Turkistonga tajovuz qilishidan tatip har 10 yilda bir cho'ng bir qirg'inchilik epirildi. Bir qattiq bostirish va qirg'inchilik umumiy yuzlik Sharq Turkistonda. Har bir 10 yilda shunday bir ishlar bo'ldi. Va bu Urumchininki qirg'inchilikka kelsak, shu allburun Xitoy amrasini nim qilib bo'ldi, tayyorlab bo'ldi askarlarni. Masalan, shu Urumchidagi namoyishning dillam tinchlik bilan ketayotgan namoyish shapillam avtobusni ishtitish, anda qilish, bunda qilish rasm videolar bor bu. Xitoyda ham shuni ko'rsatdi. Uni shu Xitoyniki nimalari bilan o'tirib istixborotningki g'alchilari
şu Xitayga bana berip berişdi. Anındaki şapballan bunu qammaylam Xitaylan bastırıp bütün şehrin Bişkekçidilan tokların hemmelini nim qilip etip koç-koçudan çirip Uygurunun mahalleleriga qırdıqallarını qırıp tazlayıp ötüdü. Ama yani kap kan qilip ötüp atsıqça ama yani papagızı işinin bombagandek jüp ötüdü. Qagan iz şu köyderilgan maşinlar nim qılınganlar onu iş kimga atıdı Uygurluk qıldı. Uygurlu anda qıldı dep ondan keyin Xitay umumiy nim qıldı. Ondan keyin biz kögen namayışçılığınki resimleri mesela biz daim namayışçıldımı resimlerini açıpmız go. Bizde ba paket şu ayallınınki irim näde, balam näde, oğlum näde, akam näde, dadam näde degen ayallınınki namayışını. Şununla köremiz. Bolmasa Bişkekçidilan 10-15 ming adamni yığıp boldu Xitay. Qırdıganını qırıp. Keyin onundan keyin mi neçe günden keyin mi aşı öyge berip aş bütün öydeki erlini tutup atadı ya. Körüp bunun mümkün nima videosu var YouTube'da. Öyge berip nim qılады. O Ürümçideki namayış bir kısmı Aksu'daki Qashqardagi taraflarını nim qilsak şu jarayondagi chet ellikni bizning Aqtoshli kitobda bor. Buningki tafsiloti. Şu vaqtlarda chet elliklar deydiki biz şu nim qilsak bu zambireklar yezilarga chirib ketib bordi. Zambireklar bilan Xitoy top zambireklar bilan yezilarga nim qilib durum aldı. Şu Ürümçi qirg'inchilikdan biri 7-nji ayning 5-i, 6-sı, 7-si ta 10 neçisigacha. Aqsu'da o'xshash, Qashqarda o'xshash. Yezilni qirib yetib bordi Xitoy. Yezdikini 2 ming odamni ashunda qirib yo'qotdi. Hatto Xitoyninki askarlarimi tegi 2000 o'tgan yili Twitterda ko'rdik bu. Chiqirishga boshladi. Biz mandanim qilgan to'q, manda qirgan to'q, hammasini etib etgan to'q. Biz men manda xizmat qilgan askarlar Xitoyniki burun şu Sharq Turkistonga qirg'inchilik epirish uchun borgan askarlar faxrlanib yozildi. Biz mancha ming odamni qirib etdik. Bütün hammasini etib etdik. Anda qilib etdik, manda qilib etdik deb. Qirg'inchilikni. Ürümchidagi bir qismi. Buni unutmasligimiz kerak. Chunki bu 7-nji ayning 5-ida yalg'izlam Sharq Turkiston Ürümchida emas, umumiy Sharq Turkistonda, shu Bijap ichida umumiy Sharq Turkistonning har qaysi yerlarda qirg'inchilik epirildi. Har qaysi yerlarda namoyishlar bo'ldi, ammo ularni chunki u televizor chet ellik muxbirlar nimalari buni nimga olmaganlik uchun uningdan ko'pinchilarimiz bexabarsiz. Ama bu ne şu Xitay özü planlayotgan siyasetlerge yolu içiş üçün uyuşturulgan özlükten çıkıp kalgan narsa emas. Aqadar bir işninki benimsi var. Ve muşunda kırılıp kettik. Ondan keyin Xitay nim qildi? Ammiyan taqib etdi ya, internet taqib etdi, neçe ming adamni tuttuk dep nim qildi. Ondan keyin Sharq Turkiston bolonga çazılını quyrushga başladı go. Teşkirish punktlarini, nimellerini. Qirg'inchilik ve kontrol şu Ürümçi qirg'inchilikni bana qilish bilan şu namoyishlarni bana qilish bilan. Rahmat. Buni pek yaxshi so'zlab berdingiz. Bu Ürümçi qatliamı amaliyotda suiqasd. Bu başdan axir Shogandan boshlab birdan planlangan. Bunda birisi düşman, birisi biz Xitoylar o'ziga bir dushman tiklash. Uyg'urni, Sharq Turkistonlikni o'ziga dushman qilib, o'zining xalqining oldiga chiqib berdi. Chunki bu yerda Xitoylar bilan tang ishlaydigan idora jamiyatdagi insonlar bor. Bu chegarani ayirib berdi deyli. Andan o'z xalqini o'zining hukumatining atrofiga uyushtirish bu maqsadga yetdi. Undan keyin Uyg'urlarningki erlarini, yoshlarini yig'ishtirish maqsadga yetdi. Andan irqiy qirg'inchilikqa yo'l ochdi. Bu o'yin bilan nurg'un maqsadlarga yetdi. Andan yana bir diqqat tortadigan bir nuqta bor. Ayni chog'da
şu 5-nji ýyl Ürümçi kırgınçylygynyň 2-nji günden başlapla, şu gün keşden başlap bütün Xitaynyň ülkelerinden alaýdy sakçy kysymlary özüniňki kiyimleri bilen kelip bu operasiýon gatnaşdy, ýani katliam gatnaşdy. Bular näden geldi? Eger bular planlanmagan bolsa, bular şunda tez kilälemdi. Demek bular bir xil bütün özüniňki şu Xitaylarynyň hemmesini birleşdirip durup Uygurlarny kanda jygyşdyryşynyň bir operasiýonyňki praktikasy yapdy. Bu nurgun işler birlikde ilip berilgan, planlangan bir iş. Hatta Uygurlarnınki şu namayış çıkışının aldıdaki hissiyatını kozgaydıgan, nemkuldıganlarını uğurlaştırgan, şunu sözletkizgen ve namayış jaryanida çıkıp her xil teşviqatını kıyganlarının içinde çokum istihbaratın adamları var. Xitaylar qasdan uğurlaştırganlı var. Çünkü aşta kıygandaki Uygurlarning vicdanı qaynap, yaşları çıkıdı, başkalar çıkıdı. Ularni bir tayaqtılım jüqiştirip bulam. Turmuq solaydigan sulap jüqiştirip ýetdi. Uygurningki oturga çıkalaydigan adamy qalmaydy. Yani en asaslıqı hazır bizning görüp irqi qırgınçılıkka birden yol içiş. Xitay bilen bizni toptulup ayrıp etken ki şu çağda Xitayla çıkıp Uygurlarni yaxşı jüqiştirdiňlar dep hökümetninki nimisini Uygur reisini bilip etmediňlar dep namaýyş kılgan. Demek Xitaylar özüniň hökümetiniň atrapyga teşet uyuşkan. Adaki reisinin ismi neydi? Nurbekir. Nurbekir'ne sizler işlim kılamadığınla muşni ilvitişinlik gerek de bütün Xitaylı birleşip çıkıp namayış kılgan. Bununla körü olayımız. Xitaylar özünün hükümetinin atrapıga top tolup uyuştu. Aslında aşında uyuşukluk. Lekin hem de hükümet olğan eken, ularning azdır köptür qo'saq köpigi narazılık olsa, muş hareketden keyin Xitayning hükümeti, askeri, halkı bu yıl taştak bir yer geldi. Bu bir siyasi oyun. Hem de bu 5-nji ýyl Ürümçi kırgınçylygy dedik, Ürümçi katliamy dedik. Bununki tarihi ähmiýetini sözlep berelmisiniz? Merhamet. Tarihi ähmiýetini bayam kısqaça dep ötdim dep nime kılma, ama biz bunu davamlı hatırlaşıp duruşumuz muhim. Bunu unutup kalsak bolmaydy. Çünkü bu bugünkü davamlaşyapatgan irqi kırgınçylygymyzningki tün nime bir başlangıç nimesi desek boldy. Başlanış Noktası. nimesi noktası. Çünkü bayam degenimizdek Ürümçi kırgınçylygydan keyin Xitay emmeýäge nimini çağızını kuruş, asta dini jihatdan, kültürel jihatdan, medeni jihatdan her bir nimelerimizni kısırlaştırış ve yoqtuş üçün oturup koygan bir suikasty, bir plany. Ve Xitay halkynyň kim o? Ve bir ýerde bu bolganyň işiniňki ýany bir tarapy bunu hem halkaranyňki nimisini tumuryny ölçep bikiş üçin hem özümizniň halkymyzyň kançylyk tumurymyz bar. Mesalan, eger bunundan meweşirak bir näsini kıysa, xuddi bugündek kılıp atkanny, bu halk kanda jawap berdi, kanda nim kıldy, şunu sınap bikiş üçin, şunu tumuryny ölçep bikiş üçin oturup koygan narsa. Ondan keyin nim boldy? Köpünçilerimiz ýany şu jemgyýeti boldyk. Halkaramy egizde narazılık bildirdik, akçı kökçü dep koygan bilen emeli bir tutum, bir hareket oturup bolmagan diýken, asta Xitay ýany şu özüniňki uyallaryny oynap, bugünkü 2014-nji ýyldy başlangan, resmi başlangan irqi kırgınçylykny bugün kadar dawamlaşyapatgany epperewatyr. Bunu unutup kalsak bolmaýdy. Bunu biz halkaraga daim asıltıp duruşumuz gerek. Özümüzgi daim asıltıp duruşumuz gerek. Bunu unutup kalsak bolmaýdy. Ve bir ýerde hem hareket çakırık kısmyga kelsek, bu wagtda azrak aldyna ala nim kılıp aldym. Hareket çakırık kısmyga kelsek, hazırkı vaziyetini bir qarap bakaýlyz qarandaşlar. Hazırkı vaziyet meyli Şarkı Türkistan'daki davamlaşyapatgan irqi kırgınçylyk vaziyeti bolsun, meyli muhaciretki
Şarkı Türkistan halkınınki jimjitliği, teşkilatlarımızın jimjitliği, halkımızın jim yetebilişimizden tatip halkara jamiyetininki meyli Amerika bolsun, meyli Orta Asya devletleri bolsun, meyli Avrupa Birliği bolsun, meyli Türkiye bolsun, hammasi astasda ticaret nimetler tüpeylidin bizninki meselemizge, bizninki bu kırgınçılığımızga köz yumup koyuşı ve sükut kılışını küravatımız. En xatarlık yeri garip devletlerininki. Bir neçe yıl ilgiri garip devletler az bolsunmu işnim kılmasımı bir narazılık bildirdiğin hareketlerini yoki ifadelerini bildirtiyor. Onu mu 2 yılın yazı hiç kömevatımız. Bunu hammamiz bunu körüp turavatımız. Bu endiş kıldığan bir narsa ve Amerika bolsun, mesela Amerika Xitoy bilan kelishim qilaman deb, ya'ni tijoriy kelishim qilaman deb o'tirayotidu. Buni hammamiz ko'ryapmiz. Va bu biz uchun nihoyat og'ir ziyonlar va og'ir oqibatlar keladi. Agar biz bunga sukut qilaversak, biz bunga sukut qilmasligimiz kerak. Shuning uchun biz dunyoning har qaysi joylaridagi qarindoshlarımizga, tashkilotlarimizga sizlar bu Ürümçi qirg'inchilikni xotirlash uchun namoyish qiladigan kuninglarda Xitoyning konsulining oldida berib namoyish qilish biz uchun hech bir foyda kelmaydi. Biz o'zimiz turishliq shu masalan Amerikada Aqsaroyning oldida, Yevropada Yevropa Birligining oldida yoki Yevropa komissiyasining oldida va yoki qaysi davlatlarda bo'lsa, masalan Germaniyada bo'lsanglar, Berlindagi shu Germaniyaningki shu davlat binosining oldida namoyish qilishimiz kerak. Biri bu Ürümçi qirg'inchilikni unutmaganligimizni va bu Ürümçi qirg'inchilikga sukut qilganlik uchun mana bugun xalqimiz irqiy qirg'inchilikni ko'rayotganligini va bu irqiy qirg'inchilikninki to'xtamaganligini, hatto aksicha vashilab menayotganligini xalqaraga anlatishimiz kerak. Ikkinchidan, hozir Yevropada oldimizdagi 7-oyning 21-dan 25-sida Yevropa Birligi va Xitoyninki cho'ng ko'lamlik bir yig'ini bo'ladi Beijingda. Va u yerda nim to'g'riliq ko'rishidi bular, shu yana shu tijorat aqch-ko'kchi to'g'riliq ko'rishidi. Ammo bizning masalamizda bu irqiy qirg'inchilikqa sukut qilmaslik uchun biz bu Yevropa davlatlarini, Yevropa Birligininki, masalan Germaniya Yevropa Birligining a'zosi. Nada bo'lsak, Gollandiyami shu davlatlarninki mayli tashqi ishlar ministrligining oldida bo'lsin, mayli shu Aqsaroydagi binosi bo'lsa, Aqsaroyning oldida namoyish qilib, ham bu Ürümçi qirg'inchilikni asıltımız hem davamlaşıyotgan irqiy qirg'inchilikni asıltımız ve bununla narazılıkını bildirimiz hem şu devletlerge ülkeninki davamlıq şuartı olaydıgan biz kişilik hukukuna hürmet qilimiz, irqiy qirg'inchilikka qarshi turimiz, hergiz qaytadan tekrarlanishga yo'l qo'ymaymiz degan va'dalarni amal qilishga chaqiriq qilishimiz kerak. Va Xitoy bilan qilgan savdo kelishimlarda va yoki suhbatlarda Sharq Turkistonninki haqqini, Sharq Turkiston xalqini setib etmasligini talab qilishimiz kerak, aziz qarindoshlar. Namoyish qilamiz desak, mushuni qilishimiz kerak, yuziga urishimiz kerak. Qanisininki kishilik huquq degan gaping, qanisininki irqiy qirg'inchilikqa qarshi turaman degan gaping, qanisininki o'z taqdirini o'z belgilash haqqini hurmat qilaman degan va'dalaring. Sen yolg'onchimi, rostga seninki va'dalaring yolg'onmi, nimisan? Nima uchun Xitoydagi terrorchi irqiy qirg'inchilik olib borayotgan 21-asrda irqiy qirg'inchilik olib borayotgan nas bilan kelishim qilsan, qandoq yuzing bilan kelishim qilsan, sen irqiy qirg'inchilikni desteklamsan deb mushunda namoyishlarni qilishimiz kerak. Ashularga nim qilishimiz kerak. Balki buningki az bo'lsa bir foydasi bo'ladi. A'loninki hech kam deganda a'loda az bo'lsa bir nomus degan tuyg'usini keltirdi va balki to'g'ri talab qilsak Xitoy bilan qilgan kelishimlarda bizni yo tilga oladi, yo bizni setib etmaydi. Shuni nim qilishimiz kerak.
Bolmasa Xitayning quruq temiga berip waqırgan bilen üzümizde hoş kılışdan başka Xitayny mı hoş kılymaz? Çünkü Xitayning maqsady halqaranınki nim qilish. O Xitayga 1000 yalvasakmı, 1000 dağda gongsangdan desakmı Xitayning parwayı pilek. Aziz qarandaşlar. Bunu bilip olduk. Şunun için bu aldığımızdaki kiler haftada kıldıgan namaişlerimizde meyli Türkiye'dekisi bolsun, meyli başka Avrupa'dakisi bolsun, meyli Amerika'daki bolsun, meyli Kanada'dakisi bolsun, meyli başka bolsun. Şu turavatkan devletimizin, hükümetinin binasını aldı namayiş kılışımız gerek. Ve şulani hakiki hareket kılışıga, va'dalarga amal qilishga chaqiriq qilishimiz kerak. Bo'lmasa Xitoyniki alışxanasını aldı namayish qilib shu o'zimizni oldigandan boshqa narsani qilmaymiz aziz qarindoshlar. Xitoyni xo'sh qilamiz aksicha. Bu bir muhim chaqiriq. Buni deb bu kunning ahamiyati shu. Agar qilsak ham xalqaro asıltib, bo'lgan narsani asıltib, bulayotganni to'xtatish uchun, hareket qilish uchun chaqiriq qilishimiz kerak. Ahmetim şu, en mühim ahmetim bu. İkinciden, Kıravatsan, Xitay bilen Amerika künden gün sürü bolup mu Trump hakimiyetinde bula ticari kilişim kılımızda sözleşiyordu, sohbetleyiyordu, hatta kilişimini imzaladık, akçı köksü dep, bijnasını imzaladık dep, oturga jarışırıyordu. Biz şunun için Şarkı Türkistanlık buluşup sütümüz bilen, Uygur halkı buluşup sütümüz bilen, bolup mu teşkilatla, dünyanın her kayısı caylardan mı teşkilatla kopap biz Şarkı Türkistan'ın mustakillik için biz mi mustakillik deyimiz, biz mi halkımızın azadlık için küreş kılımız da hemmimiz jarışalımız ya. Eğer silavatkan yerimiz, şu davatkanımız emili bolsa, onda olsa bizlerge yana bir petition deymen, Eçhid, Prezident Trump'a Amerika'nınki reisi Prezident Trump'a bir eçhid. Şarkı Türkistan'daki bu ırkı kırgınçılıkını el kılış için bunun karşı hareket kılış için çağırık kılış kıygan bir eçhid var. Barlık şu Şarkı Türkistanlık teşkilatlarınınki, Uygur teşkilatlarınınki emmiyadiklerini bunun imza kılışınlarga çağırık kılımız. Bir talpimiz değil mi? Bre yana şu Şarkı Türkiye'deki bu ırkı kırgınçılıkınınki amma dadımızınki yıldız değil mi? Bu bugünkü nim kılavatkan ırkı kırgınçılık, örümcü kırgınçılıkınınki mi? Ve ötep ketken ve bulavatkan barlık kırgınçılıkınınki ammasınınki yıldız değil mi? Şarkı Türkistan'ınki Xitay tarafıdacının tacavuz kılganlığı. Xitay yani Xitay Şarkı Türkistan'dan tacavuz kılgandan keyin bu kırgınçılıklarını, bu ırkı kırgınçılıklarını kıravatımız ya. Bizim dadimiz şu. Ve şunun için bunu nim kılış için Şarkı Türkistan'ını besilavagan devlet dep itiraf kılışığı çağırık kılımız. Biri. İkincisinden Xitay'nınki Şarkı Türkistan'ı ep beravatkan ırkı kırgınçılık ve kul emgeki ve başka ep beravatkan bizni tüpten yo'qotish uchun ep beravatkan siyasetlerge karşı amaliy hareket qilishini ve texmi Xitoylarningki şirketlerini, amaldorlarini, organlarini jazolash, sanction qilishga chaqiriq qilamiz. Ondan siret yana şu eng muhimi, yani bir muhim parçası Şarkı Türkistan'da mesela bütün Amerika'ningki hükümet organlarına bundan bu mesele to'g'riliq söz qilgan chaqda Xitoyningki yangi zamin, yangi territoriya atalg'isi emas, asli tarixiy ismimiz Şarkı Türkistan'ni ishlatishga chaqiriq qilamiz qarindoshlar. Shuning uchun buningda hech bir yerda ziyni yo'q. Bu yerda bizga mesela ba'zi munofiqlar chiqishi mumkin. Bu bizga ziyonliq aqchiko'kchi deb. Xitoyningki chapan yapadigan munofiq hayırlar milletimizin arasında Xitay için hizmet kılavatkan munofiqlar çıkışı mümkün. Bu Xitay için faydalı akçı kökçe bizge ziyallık akçı kökçe Amerika karşı namayiş qilsa bo'lmaydi akçı kökçe deb. Biz Amerika karşı namayiş qilmayapmiz. Xitay karşı namayiş qilyapmiz. Bu yerda Amerikani ve başka devletlerini şu
va'dalarga amal qilishini chaqiriq qilyapmiz. Ya'ni inson kishilik huquqqa, irqiy qirg'inchilikni to'xtatishga, o'z taqdirini o'z belgilash va'dalarga, prinsiplarga amal qilishni chaqiriq qilyapmiz. Shuning uchun bu yerda bu o'qib chiqsanglar bo'ldi, ele ulanishni chiqarib qo'yman. Bizning talabimiz shu Sharq Turkiston uchun ham foydali, ham Amerika uchun ham foydali. Chunki Xitoy bizningki xalqimizni qul emgak qilib ishlatayotgan vaqtda shu Xitoyning azan nimalari, shu Amerikaniki va g'arblarningki marketlarini, bozorlarini bezib pishyapti, azanlik yarmas narsalar bilan va bu yerdagi insonlarni ishsiz qoldiryapti degandek. Va Xitoyga ketayotgan pulninki shu har bir narsa olsak shu Xitoy uni shu ham bizni qirg'inchilik qilish uchun ham shu o'zini dunyoni xo'jayini qilish uchun qurollarni, nimalarni kelishtirish uchun ishlatyapti ham. Shuning uchun bu talablarni, bu ichhidni nim qilishimiz kerak. Buni ma'o asr millatlar haftasida, ya'ni asr davlatlar yoki millatlar haftasidan oldin ola evatyapmiz. Chunki har yili asr millatlar va yoki davlatlar haftasida har prezident shu haftasida nima bayonot qiladi asr millatlar haftasida. Bu qatim shu Sharq Turkiston shu asr millatlar haftasida Sharq Turkistonni tilga olish uchun buni nima qilyapmiz va asr millatlar qonuni bo'yicha bizningki shu berilgan shu qonunda nima deydi? Turkiston, ya'ni Sharq Turkistonni asr millatlarning birisida 1950-yili 59-yili o'tirib qo'ygan va eng muhimi Amerikaninki manfaatiga, Amerikaning bexatarligiga foydali bu millatlarninki, bu asr millat yoki davlatlarninki o'zininki erkinligini, ozodligini va mustaqillikni asli keltirishni qo'llash va u arzusini desteklash va u arzusini hayotda tutish biz uchun, ya'ni Amerikaninki bexatarlik uchun nihoyat muhim. Shuning uchun biz bularni desteklashimiz kerak deb ash qonunda shunday yozilgan. Shuning uchun bizmi o'xshash. Bu ham bu irqiy qirg'inchilikni, ham bu butun bizningki beshimizlik bo'layotgan bu zulm, bu oqibatlarning hammasini Xitoyninki bu tajovuzchilikni to'xtatishning birdan-bir yo'li, ya'ni shu bizningki mustaqilligimizni va ozodligimizni asliga keltirish va yana Amerikaninki va dunyoninki Xitoydek bu balay ofatdan qutulish uchun yana shu o'xshash narsa ekanligini, ya'ni bizning mustaqilligimizni, ozodligimizni asliga keltirish ekanligini xalqaroga Amerika hukumatiga bildiramiz. Bildirgan bo'lamiz va buni talab qilgan bo'lamiz. Biz talab qilmasak, biz o'zimiz yig'lamasak, xuddi bir bo'k bola qusq ochib vaqtda yig'lamasa, yig'lab men qusqim ochdi degandek yig'lamasa, ana sut bermaydi-ku. Hech nima bo'lmab tashilib ketdi, ochliqdan o'ladi. Bizmi o'zimiz yig'lamasak, boshqasi kelib biz uchun ma bola ma xalq qirilib ketyapti yoki nim qilib ketyapti demaydi. Oldi bilan o'zimiz harakat qilishimiz kerak. Va bizningki barliq tashkilotlarningki da'vatini rahbarlariga haqiqatan Sharq Turkiston uchun kuyinaman, Sharq Turkiston uchun xizmat qilaman degan shu shuarlaringizga, Sharq Turkistonning mustaqillik uchun bizmi kurash qilyapmiz degan shuarlaringlarga, iddialaringlarga haqiqatan amal qilmoqchi bo'lsanglar bu ichhidga imzo atsizlar. Ya biz deganimizningki u hammasi yolg'on. Biz shu xalqimizni aldash uchun qilyapmiz. Ya qatib nim qilsanglar o'zingning ishi, xalqning oldida va xalq olamning oldida. Allohimiz zaten biladi kimning munofiq, kimning haqiqat ekanligini, ammo boshqa xalqaroning oldida o'zingni oshkorlab qo'ygan bo'lsizlar. Shuning uchun ko'z qarashinglar qanday bo'lishidan qat'iy nazar, mayli biz bilan chiqisha olanglar, chiqishamanglar, u muhim masala emas. Agar Sharq bu yerda
sürgün hükümetine yoki akçını aldığı qılıp algan gap yok. Hatta sürgün hükümet yoki milli hareket degan bir gap mı yok bu onun içinde. Bu etning içinde. Agar haqiqatan Sharq Turkiston xalqi uchun kurash qilyapman, Sharq Turkistonning mustaqillik uchun, kelgusi uchun, ozodlik uchun kurash qilyapman, kurash qiladigan bir tashkilotman desanglar, buningga imzo qilinglar. Va yana deyman, oldimizdagi kelar hafta, shu oldimizdagi kelar shanba kuni Urumchi qirg'inchiligini xotirlaydigan kunimizda iloji bor namoyish qilgan ishlarimiz bo'ladi ya, ammiyada faoliyatlarimiz. Qilsanglar ya bizaniki shu turishlik davlatniki tashqi ishlar ministrligining oldida yoki Aqsaroydek binosi bo'lsa, Aqsaroydek binosining oldida bu namoyishni qilinglar va talabinglarni shu davlatlarningki bu irqiy qirg'inchilik davomlashayotgan irqiy qirg'inchilikqa, mustamlikaga, ishg'oliyatga ko'z yummasligini va buning qarshi shu barliq va'dalarini, kishilik huquq va'dalarini, o'z taqdirini o'z belgilash va'dalarini, irqiy qirg'inchilikqa qarshi turish va'dalarini amal qilishiga chaqiriq qilishimiz shart, aziz qarindoshlar. Yana deydiganim shu, biz o'zimizga ega chiqmasak, boshqasi kelib bizga ega chiqmaydi. Oldimizda nurg'un fojialik suiqasdlar bor. Bu suiqasdlarga biz o'zimiz qarshi turmasak, o'zimiz noroziligimizni bildirmasak, ma qo'ydek millatken, qirilib ketsimi, setilib ketsimi, g'in qilmaydi ekan deb xalqaro setiyordi. Ammo biz buni qarshi tursak, yo'q, biz buningga rozi emas. Biz setilmaymiz, setilishga yo'l qo'ymaymiz. Haqlarimizningki izilishga yo'l qo'ymaymiz. Mavjudligimizni saqlab qilish uchun birimiz bilan harakat qilamiz deb ko'rsatsak, buningdanmi xalqaro davlatlarmi ma millat o'lmabdi deydi va Alloh taolami bizga ma bendam ang birinchi bo'lib o'zininki majburiyatini ado qilyapti, qilishga tegishli majburiyatini ado qilyapti. Hamda menmi o'zimniki bir Rabbisi bo'lish sifatim bilan menga yolvadi, yordam qil deb, ammo menmi va'damni amal qilay deb Alloh taolami bizga yordam qiladi, aziz qarindoshlar. Oldi bilan o'zimiz harakat qilishimiz kerak. Onundan keyin duolarimiz ijobat bo'ladi. Biz harakat qilmay jim yetib olib, Alloh yordam qilmadi, anda duo qilgandim, manda duo qilgandim, Alloh bizga yordam qilmadi deb o'ttirsak, shu Allohmi deylik ya. Harakat qil, duo qil, undan keyin qolganini men qo'y deydi. Biz shu harakatimizni qilishimiz kerak, to'g'ri harakatni qilishimiz kerak, duosimizni to'g'ri qilishimiz kerak, undan keyin qolganini Alloh qo'yishimiz kerak, aziz qarindoshlar. Deydiganim shunchalik bo'lsin. Bu 5-iyul qirg'inchilikning tarixiy ahamiyatini aytib yaxshi so'zlab berdingiz. Amaliyotda buning eng chong tarixiy ahamiyati dushmanimizni tonish bo'lishi kerak edi. Uningdan burun ham xiyolda yurganlar 5-iyuldan keyin bularni ziyolilar to'liq uyg'onish kerak edi. Dushmanning nimaligi, kimligi. Ammo amaliyot undaq bo'lmadi. Ta hozirgacha ham xiyolda yurayotganlar va kishilik huquq o'yinini o'ynaydigan avtonomiya, Xitoy bilan birlikda Xitoyni demokratiyalashtirib deydigan o'yinlarni o'ynaydiganlar va endi siz harakatga, nurg'un harakatga hozir tashviq qildingiz, hozir chaqiriq qildingiz. Bu harakatlarni agar biz Sharqiy Turkistonning manfaati uchun deb o'ylasanglar, Xudo degandek, buningda men mundaq tashkilotdan deb talishning hech qanday o'rni yo'q. Bizning qilayotganimiz faqatlam Sharqiy Turkistonning mustaqillik uchun. Asli 5-iyuldan keyin bu nihoyat ochiq bir temaga aylanish kerak edi. Hammadan o'rtaq qildigan, chunki bizning birdan-bir qutilish yo'limiz Sharqiy Turkistonning mustaqilligi. Agar bu Sharqiy Turkistonning mustaqilligiga foydasi bo'lsa, har qanday odamningki, har qanday tashkilotningki Solih Xudoyor deganga qo'l qo'yishini umid qilamiz. Solih Xudoyor hozir chiqarib shu o'linishni o'yatibdi. Mushunga hammanglarning qo'l qo'yishini chin qalbimizdan umid qilamiz. Undan keyin biz oldimizda 5-iyul namoyishi Amerikada White House'ning oldida, ya'ni Aqsaroyning oldida qilmoqchi. Amerikaliklarga chaqirib, qanchalik kelarsanlar, shunchalik kelinglar. Bu bek muhim, haqiqatan bek muhim. Bu millatning 5-iyulda Xitoylar bizning to'mirimizni tutdi, xalqaro to'mirimizni
tomurunu tuttu. Biz tomurimizni bunda tutqizib qo'ysak, biz o'zimizni bek nachar ko'rsatib qo'ysak, erkak qirg'inchilik qilsam gap qilmaydigan tursak, biz yo'qolib ketamiz qarindoshlar. Undaq ekan, kim deganda irodamizni ifodalaylik. Cho'ng gapni qilmay, namoyish ko'rishaylik. Rahmat, namoyish ko'rishga nisib bo'lg'ay hammanglarni. Onunki Salih Xudoyor afandim, sizning ajratgan vaqtingiz uchun ko'pdan ko'p rahmat. Bugun programmamiz musobaqalashdi. Xayr, Allohga emanet. Rahmat. Rahmat. Allohga emanet.